Yuk mashinasining to'xtashiga ta'sir qiluvchi 3 ta faktor. Tezlikni samarali boshqarish uchun yuk mashinasining to'xtash jarayoniga ta'sir qiluvchi 3 ta muhim omilni tushunish kerak. Idrok masofasi, perception distance, reaksiya masofasi, reaction distance va tormozlanish masofasi, braking distance. Idrok masofasi bu haydovchi to'siqni ko'rgandan boshlab miyasida uni anglagunga qadar yuk mashinasining bosib o'tadigan masofasidir. O'tkir e'tiborli haydovchi uchun idrok vaqti 1.75 soniya. Bu vaqtda soatiga 55 mil tezlikda yuk mashinasi 145 fut masofa bosib o'tadi. Reaksiya masofasi bu haydovchi miyasi oyog'ini gaz pedalidan tormoz pedaliga o'tkazishni buyurgan paytdan boshlab bosib o'tadigan masofa. O'rtacha haydovchining reaksiya vaqti 4 dan 3 soniya. Soatiga 55 mil tezlikda bu yana 60 fut qo'shadi. Tormozlanish masofasi bu yuk mashinasi tormoz bosilganidan to'liq to'xtagungacha bosib o'tadigan masofa. Soatiga 55 mil tezlikda yuk mashinasi 215 fut yo'l bosadi. Havo tormozlari Air Brakes yarim soniya kechikish bilan ishlaydi va bu yana 30 fut qo'shadi. Umumiy to'xtash masofasi, idrok, reaksiya va tormoz masofalarini qo'shganda ideal sharoitda harakatlanayotgan soatiga 55 mil tezlikdagi yuk mashinasi 450 fut masofada to'xtaydi. Bu futbol maydonidan ham uzun. Tezlik oshgani sari to'xtash masofasi va avariya xavfi ham oshadi.